Ovqat pishirishimni faqat televizorda emas, Instagramda ham ko'ringlar deb mana shunaqa kiyimda sizlarga bugun ovqat tayyorlab bermoqchiman. Mendan katta narsa kutmanglar, ish qilib bir nimalar qilamiz. Bu videoni bo'lajak qaynonam ko'rishi taqiqlanadi. Kimsiz bilmadimi, lekin bekor ko'ryapsiz shuni. Men o'zi ovqatlarni har xilni bilaman, shunchaki qilgim kelmaydi deb sizlarning quloqingizga lag'mon aytmoqchi emasman, lekin makaron pishirib berishim mumkin. Birinchi bo'lib ishni salatdan boshladim. Retseptini o'zingizlar ko'rib olishinglar mumkin. Bodring, pomidor, tuz, ko'kat, har xil narsalar, xullas u bu salat kelib chiqadi shundan keyin. Bu nimalar qilyapti deb o'ylabinglar. Hozir xolodilnikka salatimni qo'yamiz, keyin ovqatni boshlaymiz. Menimcha bu video studentlar uchun desa ham bo'ladi, chunki makaron tayyorlayapman, lekin eng mazali makaron. Ishoninglar, men buni qancha yesam ham to'ymayman. Bu retsept уже Instagramda mashhur bo'lgan, shu uchun sizlarga aytib o'tirmadim, nima qo'shganimni videodan ko'rib olsanglar bo'ladi. Xavotir olmanglar, men bitta o'zim bo'lganim uchun shunaqa kam qildim. Atak ovqatni ko'p qiladigan qizman, если что, ro'zg'or bob desanglar ham bo'ladi. Ullarimdan o'rgiling, shunaqa ham shirin ovqat qilamanmi? Chef Powerlar sizlarga rahmat aytinglar. Sizga shunchaki joyim berib qo'yganman. Aktrisa bo'lmaganimda o'zim bilardim. Xullas ovqatni ko'rinishiga baho beringlar. Men esa ta'miga baho beraman. 10 dan 100.